Hurmatli o'qituvchilar, assalomu alaykum. Hurmatli pedagoglar, bugun biz ommalashtirish uchun yozilgan metodik ishni sun'iy intellektda yozilganmi, yo'qmi tekshirishni ko'rib chiqamiz. Chunki hozirda ko'pchilik sun'iy intellektda yozmoqda. Bu qanchalik to'g'ri, shuni tekshirib o'tamiz. Demak, birinchi biza qidiruvga Antplug o'z deb yozib olishimiz kerak. Antplug o'z saytiga kirib olamiz. Mana saytiga kirib olganimizdan so'ng biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Birinchi ro'yxatdan o'tish uchun tizimga kirish tugmachasini bosamiz. Bu yerda tizimdan ro'yxatdan o'tishni bosib, ism, familiya, otasini ismi va boshqa ma'lumotlar kirib ro'yxatdan o'tsak ham bo'ladi yoki bu yerda elektron pochta orqali ham ro'yxatdan o'tsak bo'ladi. Men elektron pochta orqali ro'yxatdan o'taman. Mana elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tdim. Endi hujjatni tekshirishni boshlaymiz. Biz avvalgi video darslarimda plagate o'zi nima, ya'ni plagate'da hujjatlarni tekshirishni ko'rsatganman. Ro'yxatdan o'tishni mana bu videoni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Ya'ni internetdan metodik ish yozishdan internetdan ko'chirganlik darajasini plagate aniqlab beradi. Mana bu plagate'ni tekshirish. Bu videolarni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Qolaversa, ommalashtirish uz platformasidan ro'yxatdan o'tish va metodik ish yozish tartibi qanday, bular haqida ham platformaga ro'yxatdan o'tish va parolni tiklash va metodik ish yozishda eng ko'p uchraydigan 10 ta xato, bu haqida ham video qilganman. Bularni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, hozir sun'iy intellektdan, mana CI detektordan tekshirishni ko'rib chiqamiz. Birinchi men ko'pchilik Telegram guruhlarida, Telegram kanallarida metodik ish yozib beramiz deb e'lon berib, sun'iy intellektda sifatsiz metodik ishlar yozib berishmoqda. Bu sifatsiz metodik ishlarni esa rad qilinadi. Chunki o'tgan yili ommalashtirish platformasida 6000 ga yaqin ishning aksariyati, ko'pchiligi sun'iy intellektdan ko'chirilganligi uchun rad etilgan. Buni hozir sizlardan ko'rib chiqamiz. Birinchi yuklaydigan ishim shu sun'iy intellektdan yozilgan ish, ya'ni Telegram kanallarda, guruhlarda reklama qilib yozib beramiz deb yozib berilgan ish. Bu ishni mana hozir qanchalik darajada original yozilgan, qanchalik sun'iy intellektda yozilgan, buni tekshirib ko'ramiz. Hujjatni yuklaganimizdan so'ng narxni aniqlash tugmachasini bosadigan bo'lsak, bizga narxi aniqlab beriladi. So'zlardan kelib chiqish va tekshirish tugmachasini bosamiz. Birinchi hisobni to'ldirib olishimiz kerak. Hisobni to'ldirish uchun to'lov tizimiga, Payme to'lov tizimiga kiramiz va Antplug deb qidirib beradigan bo'lsak, mana bu logotipli Antplug sayti chiqadi. Va ID raqamga mana bu ID raqamni kiritamiz va summani yozamiz. Bo'ldi, pul tashladim. Endi biz hujjatni tekshirishni boshlaymiz. CI detektordan foydalanamiz va bu yerga mana bu Telegram guruhlarda yozib beruvchilar yozib bergan metodik ishni yuklaymiz va narxni aniqlashni bosamiz va tekshirishni bosamiz. Ikkinchida ishga esa biz jamoamiz bilan yozib beradigan metodik ishni yuklaymiz. Ya'ni bizda ham metodik ish yozishda yordam berish xizmati bor. Buni yuklaymiz va tekshirish tugmachasini bosamiz. Sun'iy intellektdan o'zi qanday foydalanish kerak metodik ish yozishda, shu haqida tekshirguncha gaplashamiz. Sun'iy intellektdan faqat g'oya berish uchun, ayrim ideyalarni olish uchun, strukturani tuzish uchun foydalanishingiz mumkin. Yozilgan matnlardan albatta o'z fikringizni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Shundagina u o'zingiz metodik ishni o'zingiz yozgan bo'lasiz. Ya'ni originallik darajasi qancha bo'lishi kerak? Originallik darajasi albatta sun'iy intellektda yozilgan bo'lsa ham 60-70% dan yuqori bo'lishi kerak. Kamida 60-70% dan yuqori bo'lsagina bu ishingiz sizniki hisoblanadi. Agarda
60% dan past, 54 yoki undan past bo'ladigan bo'lsa, bu ish qoniqarsiz hisoblanadi. Mana biz Telegram guruhlardan yozib beruvchilardan olgan metodik ishimiz darajasi mana sun'iy intellektda yozilganligi 45% va originalligi 54%. Bu juda kam originallik. Shu sababli bu ish rad qilinadi. Biz tayyorlab bergan ishning originalligi 81% dan yuqori va bu ishda o'qituvchining o'z fikrlari keltirilgan. Shu sababli bu ish qoniqarli hisoblanadi. Sizlarga beradigan tavsiyamiz sun'iy intellektdan foydalanib metodik ish yozishda albatta o'zingizni metodik ishga o'zingizni fikringizni, o'zingizni tajribangizni, kuzatishlaringizni albatta o'z fikringiz yordamida o'z qo'lingiz bilan kiritib yozib ketishingizni so'raymiz. Shundagina sizning ishingiz yuqori baholanadi va qadrlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.